Yaxshimisiz? Artist qabul qilamiz deb e'lon beribdikansizlar, shunga kelgandim. Artist qabul qilamizga e'lonni ko'rib keldingiz. Ha. Gapning hammani anglab bo'lib, biroqla javob beramiz. İsmingiz nima? Bu yil necha yoshga chiqdingiz? Nima xizmat qilasiz? Ata-onangiz nima xizmat qiladi? Agi tegdingizmi? Ha. Agar to'y qilmagan bo'lsangiz, muhabbatlashdingizmi? Muhabbatlashgan bo'lsangiz, zodi qanchalik aralashdingiz? Endi javob bersangiz bo'ldi. İsmim Mayra Mehmetali. Bu yil 21 yoshga kirdim. Hozircha xizmatim yo'q. Opam dadam ishkilis o'qituvchi. Muhabbatim yo'q, to'y qilmagan. Yaxshi, nice, e'tirofli javob bo'ldi. Men yoqtirmayman buni-chi. Başqa savollarmi bor? Ha? Fikrim sizdan so'rab baqsam, badan eg'irligingiz necha kilogramm keladi sizdan? 80 kilo zaten. 90. Muntazam 80 kilo. 90 mı? Boyningizga darvoza bog'laydigan yo'g'on zanjirni qo'shib hisoblatman. Vay, gapning hammani anglab bo'lib, biroqla javob bermas. Ismingiz nima? İsmingiz nima? Yoshingiz qancha yosh? Andan nima xizmat qilsiz? Ata-onangiz nima ish qildi? Aytganmi, tegmaganmi? Aytgan bo'lsangiz, ma'lumot qolib qolsa qanchalik yurgan? Shunaqa. Endi javob bering. Men qayrisa. Sizlarning akillari yaqin aytigib ajrashib ketgan bir avval bakan, ha? Yo'q bakan, ha? Yo'q. Aytib modib. Yo'q, mushu gapdan qaylagandam shu sizlarning urug' chiqqanlarim shu avlodlar bizib qolay deb qopti, ha? Yo'q, Apayam do'yimdan ashta deb so'rabdi. Shu pit so'rab qo'yaman sizdan. Xapama. Vay, balda jiddallashmanglar. Chiroyli hali qilamiz buni. Yaxshilar. Yaxshimisiz? Do'yim, so'ramamdiq. Bunda tömö cho'kalli deb fikrim gap so'ragandan faqat foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Bo'ldi, asosiy gapga kelinglar. Sizlar nima keldinglar? Artist qabul qilgan deb e'lon chiqib qo'yaptikansizlar. Vay, bo'ldi, men gapni anglab olib, biroqla javob bermas. Ma'qul. Siz nima ish qilasiz? Shuni birdan. Men bu yil aktyorlik kasbini o'qib tugandim. Shundan xizmat izlab artist qabul qilamiz deb e'lon chiqib qo'yaptikansizlar. Shunga kelgandim. Bo'lmasa Nahmaydan kelib beraymi? Qo'pay. Moslashib turganman men. İsmingiz nima edi? Ilya. Başladimi? İlya. Ben sizni tunç ko'rgan kundan boshlab sizni yaxshi ko'rib qolgandim. Sizdan faqat voz kechamadim, Ilya. Ishimiz to'y qilaylik bo'lamdi. Ma'qul. Yurib, to'yga taqilib boramiz. Mana bu haqiqiy muhabbat. Men bu bir jup yoshning qisqag'in dialogini ko'rib, haqiqiy muhabbatni qaytadan tanigandek bo'ldim. Biz bularga chin yuragimizdan baxt tilaylik. Bu tas to'g'ri emas qiba. Hey! Ma ishkanglim yani uni buningga juplashtirgan ya ko'rib qoldinglarmi? Yo'q. Tas qoldinglar, bir yostiqqa bosh qo'yib ketdilar. Ha, kesbi kesar.
Ha, butun to'g'ri tushunish bo'ladi. Men rejissyorlik qilayotgan 10 necha yil bo'lib ketdi. Nurg'un cho'ng kinoni ishladim. Ha, bu kasbiy kisada to'g'ri tushunish bo'ladi. Rahmatligi rolni bak yaxshi oldingiz. Rahmat. Ha, xo'sh, Aqsaf kim? Sen nima ish qilasan? Nima talanting bor sening? Menma. Qopaqdan jari qildirayman. Ha, qo'pa. Ya. Agar rusini tashlab boshqalar bilan kelsa, uni sig'inib yurma. Balkim u boshqalarning oldida xor bo'layotgan bo'lishi mumkin. Tushunding? Azroq mendan uzalab o'timiz-a? Chesmirlam chiqtirma. Bas-a? Chestingmi? Fikrim sening talantingmi? Ha? Bir mo'nchim qilib tushundim, deding. O'zing sen bek aqsa. O'zing sen bir vanxong degana shundami? Men mush gaplarim orqali 60 ming pul chiqardim. Voy, qo'y unda finsalaringni. Ne tayin yo'q gapni qilib, sen bir san'atchimi? Naring san'atkor seningki, ha? Qayla fikrim sen bu va'da meni avar qilmay. Sen mush so'zlash talanting bilan, mush gap qilish talanting bilan kechki bozorga berib, chashqan doğru satsang, cho'qim yaxshi pul topa olaysan. Qo'pa. Va qo'pa. Va qo'pa. Voy, manga. Bu ish bog'laydigan zanjirni isimlib aqsaliqini mag'buynan. Tushunmaydi deb ketgan taqa. Xo'sh. Rengaran xonqas, an o'zlari nima ish qilib bermoqchi bizga? Nim talant basilda. Endi menga keldik mana. Mishni hammasi vaqt bo'ladi. O'tirib. Men endi shu o'zimni tanishtirib o'tsam-chu. Men odatda shu jibo qilmanchu. Men shunda jibon ichibla. İşte ijarapla o'tirib turgan bo'lsam bor-ku. Mening tansillarim deganning har tarafdan u yoq, bu chetdan sovg'atlarni xombo-pombolarni itib menga tosh qizaydi-da. Siqilib bekdaydi. Deb oyajonib ketmayman. Aras uni ustigman texe naqshim ayta olayman. Ko'p qirliq artistman. Voy, bo'ldi. Siz san'atkor. Ta ko'p qirliq artistmi? Ha? Mishda g'alit yasab, yijib o'tirib bersangiz bo'ldi. Ashu sizning talantingizmi? Ay, ishonmasangiz hozirla. Voy, bo'ldi bu yerda jibo qilib, ishxonning kursini tushirmay. Nima, naqshining gapini qildingizmi, boy? Ha, men naqsh etadigan bo'lsam. Ha, bo'ldi, bir azroq o'qib qilgan bir anglab boqay. Balda. Rahmat. Ovozingiz bek chiroyli ekan, ovozingiz charchab ketmasin. Sizning ovozingiz bizning xalqimizga lozim. Rahmat deb ketgan ota. Nere naqshi buning? Bir chiroyli naqshini buzib. Ha? Bu naqshini ijod qilgan ijodchiga hurmat qildigan ish yo'qmi, ha? Nima qilsiz o'qiyamaydigan odam naqsh o'qib, ha? Bo'ldi, avar qilmay qayting men. Ay, men-chu, odat usulni kasbiy usullarni qilishmoqdek darajada va chiroyli o'ynayman. Odatda har qanday muzikaga keltiritaman. Bir gapiray, ishonsan. Qana? Boshlayman? Ha, bo'ling. Muzikadan biz bo'lgan bo'lsa. Ha, bo'ling. Yarım uygansın, lallarını çişlemen
Bo'ldi. O'tirib voy o'tiribsan. Ya o'tiribsan. Sayram ko'lidagi oqqudek chiroyli o'ynab etla. Mushu usulmi shu? Na'ning usuli bu? Ha? Anda usul o'ynayman, manda usul o'ynayman. Ko'p qirliq san'atkor taqa. San'at deganning nimaligini tushunamsiz, ha? Bu san'at deydigan yuzari yo'qkan aşıqanda faqat qilam. San'at degan bu siz o'ylagandek unda oddiy narsa emas bu. Ha? Sizlar bek oddiy chog'lab qapsizlar. Bek oddiy chog'lab qapsizlar. Ahmetova ilmi pakiz madaniy bir narsani qilinglar, qilmanglar emas, qilinglar. Lekin cho'qim o'zingizning talantini joriy qildiringlar. Bu qilinmaydigan tayini yo'q ishni qilib, men vanxon, men san'atkor deb yursanglar bo'lmaydi. Sizning talant deydigan bir narsa yo'q ekan, san'at deydigan bir joy yo'q ekan sizda. Faqatlam yo'q ekan. Siz mening oldimda san'at to'g'riliq jiq gap qilmang. Hozirlanma ishxonadan chiqib keting. Buni qizchaqdan bilak hech qasingizda san'atning ujarisi yo'q ekan. Mana bu qizchaq haqiqiy san'atning yaxshi materiali bo'la oladi. Lekin to'liq tamamen deb kelolmaydi. Qag'ini men o'zim yetaklayman, yosh kino olib chiqaman men sizni. Silchimamda. Men slotdaga Voy, men gapni to'liq anglab bo'lib, biroqli javob bermas. Shoma, ismlar nima? Bu yil necha yosh kichiklar? Nima ish qiladilar? Ota alır nima ish qiladi? Xotin aldimi yo'qmi? Agar xotin olmagan bo'lsa, ma'bat bormi yo'qmi? Ma'bat bo'lsa, qanchalik Allohlar? Endi javob ta'sir bo'ldi. men slotdaga o'rinning egisi. Sapacha. O'zbekchiman men. Ha, qarab bilamayapman. Ya to'g'ri bilmadim. Men mayaning rejissyori, men mavlida intam ilyapman. Bu achilarning o'yima. Xalayim qanchirib chiqay birdiga. Qo'pa. Mana men rejissor, men o'rnining egisiman. Rejissor. Sa'atkina. Ha, baş rejissor. Baş rejissor. Ha, manda. Xapimizlar. Ha, men mo intam bayil kelgan. Ha, siz chigicha manda bir rejissorning o'rinlimda bir qamlashtirib baqaymi deb, manda bir qilayotgan. Ha, böyle ish yo'q. O'zimning qanday talantim bor yo'lda birdiga. Ha, manda men odatdamish do'yinda sog'lomlik to'g'risida gaplam qilaman. Sog'lomlik to'g'risida mazmunlar yo'llayman-ku men. Men bir doktor, lekin o'qimagan, maktabda tuzuk o'qimagan. Boshlang'ich o'qib ketganman. Shu o'ylab uning bundan o'qib olgan, anglab olgan. Ya men da gap rejissor, men shu rejissorning o'rnini alomat qilmoqchiman. O'zimni aqchan ko'la. Bayan men til kameradan ko'rdim. Mis sonimizdan bo'lak hech qasini mas kelmaydi ekansizlar. Bo'ldi mening vaqtimdan bay. Yo'q, men bek maskelitam. Ya qatdi. Men ras bek ustaytam rejissorning. Mana adash bana. Ya, men gapni anglab olib, biroq javob bermas. Ras o'tamadim shundaymi? Men ras bo'lmaydi ekan shundaymi? Men ras rejissorning olib tushmaydi ekan shundaymi? Singlim. Siz muhab qilmay enish. Bu rejissor. Siz taxminan talantimni qarab baqmang. Ya bayaqi ya ko'rdim. Rejissor ma jilib kisilningmi? Ekida. Bana.